Qurtda tuzlar ko'p bo'ladi va buyrak faoliyatiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Kesak, o'sha green meallarni yemaslikni tavsiya qilaman. Nafaqat temir, mineral yetishmovchiligi bo'lsa ham tortadi shu narsaga. Qurtni agar uy sharoitida qilingan bo'lsa, tekshirilgan bo'lsa, yeyish mumkin, lekin ko'p miqdorda emas. Qurtda tuzlar ko'p bo'ladi va buyrak faoliyatiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Buyraklarda tuz yig'ilishi bo'lishi mumkin, shishlarni paydo qilishiga, keyinchalik qon bosimi ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'p homiladorlarimiz sho'r narsaga tortadi, me'yorda yegani yaxshi. Lekin kesak, o'sha green meallarni yemaslikni tavsiya qilaman. Bu o'zi birinchi navbatda organizmda temir moddasini yetishmovchiligidan bildiradi va ayollarimizda ta'm bilishi buziladi va mana shu green meallarni yerga o'xshagan narsani yegisi keladi. Nafaqat temir, mineral yetishmovchiligi bo'lsa ham tortadi shu narsaga. Endi yegan sari ichaklarimiz nima bo'ladi? Qotish bo'lishi mumkin. Ichak faoliyati yaxshi bo'lmaydi. Buning oqibatida yeyotgan ovqatimizdagi yoki ichayotgan vitaminlarimizdagi mineral, vitamin hamda temir moddasi so'rilmaydi. Bu yanada kamqonlikka olib kelishi mumkin. O'zi kamqonlikdan bu narsaga tortadi va yegan sari yanada og'irlashtirishi mumkin kamqonlikni. Hozir trend yegilar kelib ketadi, qirsillatib ASMR qilgisi keladi. Umuman tavsiya qilmayman. Yoki bir xil aytadiki, chaynab yesa, yutmasdan tuplab olsa ham mumkinmi deyshadi. Hattoki shuni ham tavsiya qilmayman.